Assalomu alaykum azizlar. Zardoli pishdi, to'kildi degan joy mana shu bo'ladi, qarang. Zardoli bepul ekan. Shamolga to'kilyapti. Kecha bir kamaz to'lib ketdi-da. Mana bugun yana qarang qancha to'kilyapti. Bismillah. Mazasi zo'r ekan. Peshvazak degan zardoli ekanda, abekosiy badashpan. Juda yutib pishaganda bak. Daraxtdan uzib olib, o'riga ham isib qo'yamiz deyapti. Afsham. Hozir juda suv. Gapirolmay qolyapman. Avval qorin deydi, keyin qorin deyman, nima deydi? To'g'ri. Qarang. Zardolni kattaligini qarang. Vaqt aytib o'tdik. Bugun yerdan o'zi kech bo'ladi. Bugun terib ketganlar maza qilib yeydi ekan. 2 kun 3 kun bo'ldi-da zardoli o'zi shu pishib to'gilib boshlagan. Bir kamaz Rossiyaga ketibdi. Ekspert. Bu yuzil pishmagani sal sotuvga qarab ortib ketadi, shunday sasaganda bak. Lekin shirin. Tomonga. Yaxshat. Qo'yli. Norvanda jurib qo'yadi. İşte zardol dedim bas. Ko'jimay o'zi tushundilar-da. Shahartizdan Iskara Shanba bozoriga borishda yo'lning o'ng qo'l tarafida nosostiga birinchi may qo'shilayotgan mana. Birinchi may boshlanadi oyog'i. Mana o'ng qo'l tarafda katta bog' mana. Tuzim ham qip-qizil pishib qolibdi-yu. Biz hozir tuzim syomka qilamiz. Zardoli bog'ni syomka qilamiz. Shamolga sinib, to'kilib, zardoli pishdi, to'kildi degan mana shu bo'ladi. Bog'. Fabrikasida bu. Qarang, to'kilib yotdi, vahshi. Katta zardoli. Ezilib ketgan tushib. Qarang. Asta joyga qo'yib qo'yamiz. Qarang, oyoq qo'ygan joyi yo'q. Mana, kecha bir kamaz terilib ketdi. Kilosini 10 so'mdan ziyod. To'shnisini bilmadim. Hozir ana. Kallama tushdi-yu, pashdi. Ana hozir yeymiz. Inshaalloh. Bobondan so'raganmiz, kirib syomka qilib, yeyish bizga bepul. Azizlar, adresni aytib o'tdik. Bir satili 10 so'm, 20 so'mdan terib olib ketsa bo'ladi. Yetib tushib, to'kilib, yezilib ketgandan kelib terib ketsa bo'ladi, mana qarang. Yaxshi-yaxshisini. Mana adresni aytdik. Azizlar, qarang, bog'ni to'kilib yotdi shamolga. Mana dahshat, prosta dahshat. Ketsa ketaveramiz mana shunaqa mana qarang. Oyoq qo'yib bo'lmaydi. Bu xudo beraman desa ishtimay emas-da. Barakani qarang, barakani. Buni opar o'rik qilib qo'yadi-da endi. Terib o'rik qilib qo'yadi. Hech kim olib ketmasa. Qarang. Mana qarang. Mana bu yerda terib qo'yibdi. Buni olib ketadi hozir adashmasam. Qarabkaga solib yoki qolgan shunday. Biz sor tarafga qilingan qolgani bu kamazdan. Kecha kamaz terib ketgan. Bitta 25 dona olgan. Bu bayat tushib ketgan zardolni buni olib yuribman, yuvib yeyman. Mana qarang-da zardolni. Zardolni qarang, zardolini. Bay. Buni ta'mini hozir bilamiz. Qarang. Hamma daraxt ostida bor. Endi bu hozir mana video qilganim bu joyga yig'ib qo'yibdi. Bu bexlarda ham. Hamma daraxtda zardoli bor. Ko'rinyaptimi sizlarga, yo'qmi bilmadim. Yaqin qilib olamiz.
ko'p. Katta bog'-da bu. Bu yerdan traktor yurganman, KAMAZ yurganman, nimadir yurgan. Ha, bu nima bog'ni oralab nima yurgan? Nima deydi? Odamni ko'tarib turadi-ku. Zardolni terganda shamolga sinib ham qopti bu. Shamol qattiq bo'lyapti-da. Pasam, bu taraf ham polni zardol. Abrikos ham bor. Yana qanday bor ekan? Mana bitta daraxtdan ham uzib olay. Yo, bismillah. Mana hozir buni borib yuvib yeymiz. Mana. Qarang buni. Zardolni qarang. Oyoqlarim polni zardol. Eshakman nima qilib lesa bo'lib qo'ydi. Bu yerda ham teryapti adashmasam. Mana daraxt ostidan bir video qilay. Rosta zardoli shoxkada shamolga to'gilib ketyapti. Kengizlar satil nima, kilasi nima gaplashib bosib olib ketdingizlar. Arzon bo'ldi zardoli. Arzon. Shart qabadan 4 yurada birinchi chiqadigan boqmani shol. Men hali ham kech keldim. Adashmasam bir hafta kech syomka qilyapman. O kunlar o'tganimda ham terilayotgan edi, lekin ishlar bilan bo'lib kelganim yo'q edi. Bugun vaqt topib kelib syomka qildim. Hech kim menga syomka qil degan yo'q. O'zimdan nima deydi? Voh, qarang. Azlar absolutno reklama bepul. 2025-yil. Yana bir bor aytaman. O kungi videoda kimdir so'ragan ekan. Voy. To'kilyapti zardoli. Voy. Mana qarang. Bir tipda shuncha to'kilgan. Bundan terib olib ketgan ham qanchasinidir. Yana mana daraxtda zardolni qarang-da. Mana qarang. Mana qarang. Hozir ayni paytda bir haftadan keyin bu tugul tamom bo'ladi bu. Abrikos ham bor mana. Boshqasi ham bor. Qaysini olishni bilmayman-da. Qaysiga qo'l uzatishni bilmayman mana. Bu hozir endi opar o'rik qilsa bo'lar, 1-2 kun oldin tushganlari ham bor, yezilib ketgan, boshqa bo'lgan. Opar o'rik qilyapti. Mana bu tarafda ham. Hamma daraxt osti to'kilyapti. Zardol. Mana qarang. Meni ko'zimga shunday ko'rinyapti-ya. Ko'zimga o'zim ishonmayapman degan joyda. Mana shu bog'im nima deydi, necha yildan beri yaxshi meva berib kelyapti. Inshaalloh bu ham yaxshi meva beradi. Buni prosta nima deydi, vovrimay yig'ib olish kerak. Shamolga sinib ketyapti, o'zini hosilni ko'tara olmay. Mana bu yerda teryapti. Kimdir ro'molni ustiga bitta qo'yib qo'ydi, va tushib ketgan daraxtdan. Mana. Isaga chiqib yana bir ikkita kissaga solsam shirov qilib paket taqmayapman-da, voy. Zardolni qarang. Bu yoqlarni ham teryapti. Shu yoqlarga borgan. Qo'ylarni haydab yuribdi, bu vaqt ichiga tushib ketgan mana. Qo'ylar jiymaydi ham bu. Mana. Hamma zardolni ostida zardol bor. Zardol daraxt. Bul mevasi o'ldi. Mana. Ana zardolimsang, mana zardol deydigan joyi shu bo'lsa kerak, ha. Bitta kommentariyaga yozib qo'yasizlar mana. Abitgacha bu bog'ni oralab tugatalmasam kerak. Mana qaranglar. Buriyat ham shunday, buriyat ham shunday. Qo'ylar jib kirib yotdi. Ha, u nari tarafda. Terilgan joyda. Satillab terib olib kelyapti. Ham yerda ham bor ekan, terib qo'yibdi. Ha. Shib to'kilib yotdi, zardolni. Hozir shunday uzolib, ikkitasini olib olamiz. Mana. Shu bu yetmayapti hozir. Mana shu bilan olib olamiz. Shuni olamizdan paketga tashlaymiz. Tamam.